qiz farzandi bor, lekin unga vaqt ajratmaydigan otalar uchun. Siz bilasizmi? Qizingiz sizni har kuni kuzatadi. Gapirishingiz, kulishingiz, hattoki sukut saqlashingizgacha yodida saqlaydi. U uchun siz birinchi yaxshi ko'radigan erkak, birinchi himoya, birinchi qahramonsiz. Agar qiz farzandingizga ko'proq e'tibor bermasangiz, ko'proq mehr bermasangiz, u bora-bora sizni sog'inadi va sizni emas, soyangizni sog'inishni boshlaydi. Bu soyangizni sog'inish degani bu o'z-o'zidan sizdan uzoqlashish degani. Va orada vaqt o'tgani sayin orangizda qiz va ota o'rtasida masofa paydo bo'ladi. Bu o'rtada sovuqlik paydo bo'lishiga sababchi bo'ladi. Qizingizga har kuni uni yaxshi ko'rishini eslatishingiz, bitta bag'ringizga bosib peshonasidan o'pib qo'yishingiz va kichkina arzimagan muvaffaqiyati uchun maqtab qo'yishingiz uning kelajakka bo'lgan ishonchini oshiradi va o'zini baxtiyor his qilishiga zamin yaratadi. Shuni unutmang, qiz bola kelajakda baxtli bo'lishi uchun bolalikda oldin baxtli bo'lishi kerak. Qizingizga bugunning o'zida e'tiboringizni ko'proq qarating, ko'proq mehr bering, chunki bolalik qaytib kelmaydi.